Xo'p, akalar, короче, svetni mana nimani uchotchiga qo'yishni bitta video qilib qo'yapmiz. Xullas, manaqa indikator bo'lsa bitta yozasizlar. Xullas, bunda minus bilan plyus topasizlar mana. Bu minus. Endi plyus topish mana. Ko'p signal beradi. Xullas shunaqa. Buni topib olganinglardan keyin mana minus bo'ldi. Minus mana ko'ksim. 3-chiga kiradi. Mana 1 2 3 4 bo'ladi. Ikkita fazali uchotchi. Xullas, mana plyus shu birinchisiga kiradi. Bu plyus oqsim. Plyusdan 1 ga kiradi. Plyus bo'lib nimaga chiqadi mana ikkinchisi. Bu oddiy uyga ishlatiladigan sim. Endi avtomat qo'yib qo'ydi-ya, yaxshi. Avtomat qo'yish kerak ekan o'zi, lekin mana minus 3-fazaga kiradi. Shu ikkita sim bu yoqqa kiradi. Ular shunaqa elektrik ishlar biz telefon qila olasiz. 88 838 31 31. Hammaga rahmat, telefon qila olasizlar. Andijon bilan xizmatdamiz.